1 2 3 to'xtab turinglar hozir. Assalomu alaykum. Hammalarga sizlar bilan Asadbek Abdumavlonov. Sizlarni Asadbek Abdumavlonov kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman va albatta bu videoni nomidan va albatta rasmidan bilganingizdek, bugun yana Vonvin haqida gaplashamiz. Vonvin o'zi nima? Ko'pincha YouTube'dagi videolarimni kommentariyasida hammasini o'qib chiqdim. Vonvin nima yoki qanaqa pul ishlayapsiz, nima orqali pul ishlayapsiz, va tushunmayapmiz degan aytgancha o'xshaydi. Achkini birimi? Pikap ochki. Oke, qanaqa pul ishlayapsiz oyiga? Qanaqa uyda o'tirgan holda manaqa aviator, kazino yoki bir case o'yinlarini o'ynab yoki futbol stavkalariga pul stavka qilib turib, qanaqa qilib pulingizni ko'paytiryapsiz va albatta qanaqa qilib oyiga yaxshi daromadlar, yaxshi soqqa qilyapsiz deganlar uchun Vonvin hali ham ko'pchilik tushunmabdi, lekin kirib ro'yxatda o'tganlar bor yoki ro'yxatda o'tmasdan birinchi Vonvinni tushunmoqchi bo'lganlar bor va albatta lekin haligacha ham tushunmaganlar ko'p ekan oramizda. Bir 70-80% bor ekan. Bo'lmasa sizlarga Vonvin nimaligini aytib ko'rsatib o'tib ketsam. Hozir bo'lmasa Vonvinga kiramiz. Yangiliklarni juda ham ko'p. Hozir aytib o'tib ketmayman, video orqali ko'rishingiz mumkin. Kanalimga podpisatsiya qilmaganlar shu video YouTube kanalimga podpisatsiya qilamiz va albatta qo'ng'iroqchani yoqib qo'yasizlar. Shu videoga like bosasizlar. Qachonki video qo'ysam birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Qayg'u go'zal bu qayg'u. Tak, bo'lmasa qaranglar, Vonvinga kirdik va albatta shu yerda o'zingizlar ko'rib turibsizlar, 35952 rubl bor. Ya'ni bu summada hisoblaganda hozir men sizlarga aytib o'tib ketaman. Hozir ko'rsatib beraman. O'zbek summasida qancha bo'ladi? Hozir ko'rsatib beraman. Tak, 35952 balansimizda bo'lsa, tak 36000 da. Salkam emas, 5 millioncha summamiz bor Vonvinda. Hozir qaranglar. Hozircha rublda stavka qilyapman, bu yo'g'i rublda o'ynayapman, qaranglar. Vonvin bo'yicha juda ham ko'p savollar kelgan. Hammasiga javob beramayman. Eng qiziq va eng kerakli 5-6 ta savollarga javob beraman bo'lmasa. Birinchi savol: Vonvin bu o'zi nima? Vonvin eng ishonchli bookmaker va albatta top va eng zo'r bookmakerlar orasidan joy olgan. Ya'ni bookmaker bu ichida kazino stavkalar, har xil caselar, har xil futbol stavkalariga pul tiqib soqqa qilsangiz bo'ladi. Ya'ni pul kirgizasiz va albatta o'sha pulingizni 2-3 barobar, xohlasa 10 barobargacha ko'tarishingiz mumkin. Va albatta ikkinchi savolga javob beradigan bo'lsam, Vonvinni biz uchun qanaqa foydasi bor? Vonvin bookmakerning ichida, ya'ni Vonvin saytining ichida o'zingizlarga yoqqan har xil o'yin, ya'ni o'zingizlarning fokusingizga o'zingizlar yoqtirgan o'yinlar juda ham ko'p. U yoqda 4500 tadan ko'p o'yin bor, ya'ni 4500 ta o'ylayapsizlarmi? Yerdan любой topib olishingiz mumkin. O'zingizlarga yoqqan, o'zingizlarga yoqmagan. Kazino va albatta har xil sport turlari, CS:GO, Dota deysizlarmi, har xil o'yinlar bor, futbol stavkalari bor. Va albatta lotereya, poker, hamma o'yinlar mana shu Vonvin ichida bor. Va albatta 3-savolingizga javob beraman. Vonvin saytida yaxshigina daromad, yaxshi soqqa qilsa bo'ladimi? Va albatta bo'ladi. Nimaga bo'lmasin? Oyiga 2-3 ming topganlar ham bor. Va albatta o'zim ham uyda o'tirgan holda mana shu Vonvin orqali yaxshi daromad qilaman. Qancha oylik pul topishim va albatta oyga qancha pul topishimni aytmayman, lekin o'zim yaxshi topaman. Kam bo'layotgan joyim yo'q. Va albatta 3-savolingizga to'liq javob beradigan bo'lsam, Vonvin platformasi orqali, ya'ni Vonvin bookmaker orqali bemalol hammanglar har bittinglar yaxshigina soqqa qilsanglar bo'ladi. Vonvinga kiringlar, ro'yxatda o'tinglar va albatta omadinglarni sinab ko'ringlar. Va albatta 4-savolingizga javob beradigan bo'lsam, Vonvin sayti orqali qanday qilib ro'yxatdan o'tishim mumkin yoki qanday qilib ro'yxatdan o'tiladi bilmayman deganlar, bunaqa savollar juda ham ko'p. Vonvin saytidan ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Shu videoning tagida komkokkina silka bor. U silka Telegram kanalimning silkasi. Va albatta o'sha videoning tagida komkok silkaga bosasizlar. Bosganingizdan keyin Telegram kanalimga o'tasizlar. Telegram kanalim orqali xohlasanglar programmasini skachat qilishingiz mumkin, oxirgi versiyasini. Xohlasanglar o'sha pastda komkok silka bor, Telegram kanalim ichida silka bor. O'sha silka orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. 3-4 ta klik qilasizlar va albatta sizlar o'sha ro'yxatdan o'tdinglar. Juda ham oson ro'yxatdan o'tish, qiyin joyi yo'q buni. Va albatta oxirgi savolingizga javob beraman, ya'ni bu 5-savol. Sizni silkangizdan ro'yxatdan o'tsam yoki sizni promo kodingiz orqali, ya'ni Asad Abdu promo kodi orqali ro'yxatdan o'tsam menga nima foyda va albatta nima beradi deganlar uchun bunaqa savollar juda ham ko'p ekan. Kommentlarni o'qib ko'rganimda, ro'yxatdan o'tayotgan paytinglar mana promo kodim orqali va mana silkam orqali ro'yxatdan o'tsanglar, sizlar bonusga ega bo'lasizlar. 500% bonus. Ya'ni birinchi qilgan depozitinglarga qarab 5% bonus beriladi. Ya'ni oddiy misol 100 ming so'm
balansinglarni to'ldiradigan bo'lsanglar, OneWing shotinglarni, balansinglarni, bankinglarni to'ldiradigan bo'lsanglar, 500% bonus deganda 200 ming futbol bonusilarga, 200 ming kazino bonusilarga va albatta 100 ming so'm основной shotinglarda pul bo'ladi. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan Asadbek Abdumavlonov bo'ldi. Hamma savollarga javob berdim degan umiddaman. Eng qiziqarli savollarga javob berdim va albatta yana qanaqadir savollar bo'lsa, shu video tagida o'sha savollarni yozib qoldirishingiz mumkin kommentariy orqali va albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Asadbek Abdumavlonov bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Achkini bir atak. Xayr.